Qizlar, menimcha bu problema bitta menda emas. Hozir men srochno ketishim kerak, lekin sochim moy. Yuvganim hali kecha yuvganman, bugun moy o'sha. Bilmaganlari уже bilinadi, sochni qanaqa qilib yig'ishtirganda bilinib turibdi. Qanchalik omadsizman. Menda bunga yechim bor. Bu meni spreylarim. Buni уже tugagan, hozir shu ishlab ko'rsataman, bunisi hali yangi. Buni hech qanaqa zarar yo'q, sochingizga pay bosib ketadi, ishlatganingiz sochingiz suv keladi. Unaqa gap yo'q. Bu уже tugab bo'libdi. 1 minut turadi, o'zi sochingiz oqara boshlaydi. Mana o'sha oqardi qizlar sochim. Buni shunchaki olib buni qilasizlar. Sochlarni pastga tashlab, xohlasanglar taratishsanglar bo'ladi. Men uni qilsam ko'proq ob'yomliroq bo'lib chiqadi, chunki menga hozir ob'yom kerak, chunki cholkam yotib qolgan. Ob'yom berishga ham juda ham zo'r qizlar. Bemalol olib ishlasanglar bo'ladi. Bas ko'rasizlar. Mana qizlar, qaranglar, hech qanaqa oqarishlar yo'q sochimda, hech qaysi tarafida oqarib qolib, kepak bo'lib qolib, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Ham chiroyli turibdi sochim. Endi bemalol ketsam bo'ladi. Bir kun davomida sochim zo'r turib beradi. Bemalol screenshot qilib olsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r sprey. Menga yo'qsanglar zakaz qilib beraman. O'zi 2 kunda tovarlar qo'llaringizga yetib boradi. Navoiy shaharidan bo'lsanglar, Yandexdan dastavka qilib chiqarib beraman.